Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekat. Ez qarnaşlar, anlavatqanыңlar Muhammedin Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'z Zavaid namlı kitabının 9. tomi. Hazır oquyduğunumuz ettigen akşamda uxlashdan burun ve uykunun qopqanda oquldigan dua ve zikirlerge alaqadar sahih hadisler. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Bekir radhiyallohu anhu: "Ey Rasulullah, bana etigen akşamda okuyduğum bir dua öğütüp koygan" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etigen akşamda ve yatqanga kirgende: "Ey yoşurun ve aşkarını bilgiçi, asmanlarını ve ziminni yaratqıcı, hemme şeylerinin perverdigarı ve padişahı Allah, guvalıq beremen ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana sığınıp nefsimnin yamanlıqıdın, şeytanның şerrinden ve onun meni şiirlikке davet qilishidin panoh tilayman" degan dedi. Abu Ayyash radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki etigende La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin qadir. Yani yegane Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cimi hamdu sana Allah'a xastur. Allah hemme nersege qadirdir dese, İsmail aleyhisselamның evladıdan bir qulunu azat qılganның savabı erişidu. Undan başka onunğa 10 savab yazılıdı ve günahlardan onu öçürülüdü. Mertebesi 10 derece götürülüdü. Ta ki keç girgiçe şeytan onun çakılalmaydı. Bu zikirni keşti dese yuqorqidek savab erişidu ve şeytan ta ki tang atqanға kadar onun çakılalmaydı. Hemmatның rivayetide mundaq deyilgen. Bir kişi düşüde Peygamber aleyhisselamını görüptü. O düşüde: "Ey Resulullah, Abu Ayyash senin mundaq degelken rivayet qılvatıdı" degen eken, Peygamber aleyhisselam Abu Ayyashның degen toğra depti. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge ta'lim berib mundaq degan: Tang atqanda: "Ey Allah, sening yordaming bilan tang atqizdik. Sening yordaming bilan kechlidik. Sening yordaming bilan hayot kechirimiz. Sening yordaming bilan o'limiz. Oxiri sening dargohingga qaytimiz" danglar. Kechkirganda: "Ey Allah, sening yordaming bilan kechlidik. Sening yordaming bilan tang atqizdik. Sening yordaming bilan hayot kechirimiz. Sening yordaming bilan o'limiz. Oxiri sening dargohingga qaytimiz" danglar. İmam Müslim'nin 2723 numaralı hadisinde Abdullah razıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam keç bulganda mundaq deydi: "Biz keçlidik. Bütkül padişahlık Allah'a mensup bolgan halda keç boldu. Cemi hamdu sana Allah'a mensuptur. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah yekigenidir. Hiç qandaq şeriki yoktur. Bütkül padişahlık Allah'a mensuptur. Cemi hamdu sana Allah'a xastur. Allah her nersege qadirdir. Perverdigarım, senden bu keçedeki ve onundan keyinki keçelerdeki yaxşılıklarını sorayman. Perverdigarım, sana sığınıp bu keçedeki ve onundan keyinki keçelerdeki yamanlıklardan panoh tilayman. Perverdigarım, sana sığınıp horulluqdan, bek qerip ketişten panoh tilayman. Perverdigarım, sana sığınıp dozaq azabıdan ve qabr azabıdan panoh tilayman. Peygamber aleyhisselam etdigandimi muşu duanı qılatdı. Amma biz keşlidik, bütkül padişahlık Allah'a mensup bolgan halda keç qıldık degan sözünü almashtırıp, biz tang atqızdık, bütkül padişahlık Allah'a mensup bolgan halda tang atdı deydi. Abu Davud'ның sahih rivayetinde İbn Burayda dadısından rivayet kılıdı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki ettigen yoki akşamda: "Ey Allah, sen mening Parvardigarimsan. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen meni yarattın. Men sening bandangman. Men küçümning yetişçe sana bergen ahdimde ve va'damda turaman. Men sana sığınıp yaman qilmishlarimdan panoh tilayman. Sening bergen ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimga iqror bo'laman. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Gunohlarni senden başka hech kim mag'firat qilolmaydi" desa, andın şu kuni yoki shu kechasi o'lib ketsa, jannatga kiradi.
Abu Davudning sahih rivoyatida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atgan oqshomda bunu duolarni qilishni hech qachon tark etmaydi. Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratlik omonlik tilayman. Ey Allah, men sendan diyonatimga, dunyoliqimga, bola chaqalarimga va mol mulkimga omon esenlik va afu tilayman. Ey Allah, mening ayiblarimni yopqaysan, ko'nglimni xotirjam qilg'aysan. Ey Allah, meni oldimdan, orqamdan, üstümden, o'ng va so'l tarafimdan qo'g'dag'aysan. Ey Allah, men sening buyukligingga sig'inib, osti tarafimdan tuyuqsiz hujumga uchrab halok bo'lishdan panoh tilayman. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Osman ibn Affan radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimiki har kuni attigan va oqshomda 3 qatim ismini tilga ilish bilan osmondagi va zimindagi har qanday ziyondoshning ziyonidan qo'g'dang'ili bo'ldigan Allohning ismi bilan qo'g'danaman. Alloh hammani anglag'uchi va bilguchidir degan duoni o'qisa, uningga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Bu hadisni Osman radhiyallohu anhudan boshqa bu hadisni Osman radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Aban ibn Osman yerim palash bo'lib qolgan edi. U bu hadisni so'zlab berayotganda anglovchilardan biri uningga boshqacha qarg'il turgan edi. Aban, nimaga bundoq qaraysan? Bu hadisni o'z ayni aytib berdim. Yana rostga shak yo'q. Ammo men u kuni bu duoni o'qimagan edim. Allohning taqdiri shundoq ekan dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abdullah ibn Hubayb radhiyallohu anhu mundoq deydi. Alhamdulillah. Abdullah ibn Hubayb radhiyallohu anhu mundoq deydi. Biz yomg'irliq, qop-qorong'u bir kechada payg'ambar alayhissalomning bizga namoz o'qib berishini talab qilish uchun uni izlab chiqdik. Uni hammadan burun men topdim. Payg'ambar alayhissalom menga o'qigan dedi. Men hech nima demadim. Yana o'qigan dedi. Men yana hech nima demadim. Payg'ambar alayhissalom yana o'qigan dedi. Men nimani o'qiyman deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom Ixlos, Falaq va Nas suralarini atdigan oqshomda 3 qatim o'qigan. Bu sendan har qanday yomonlikni deb qiladi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kimki atdigan oqshomda 100 qatim Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohi va bihamdihi desa, qiyomat kuni hech kim uningdan afzal savobga erisholmaydi. Faqat shuningga o'xshash degan yoki uningdan oshirib degan kishilar uningkidek yoki uningdan afzalroq savobga erishishi mumkin. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom yotadigan chog'da mundoq deydi: Meni kishilardan behojat qilgan, yotadigan joy bergan, yeydiganga yemak bergan, ichidiganga usullik bergan va menga mo'l nazimatlarni ato qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Har ahvolda Allohga hamdlar bo'lsin. Ey Allohim, ey barliq shaylarning parvardigori va egisi, ey barliq shaylarning ilohi, men sana sig'inib do'zaxdan panoh tilayman. İmam Müslimning 2712 numaralı hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma bir kishiga uxlash oldida: Ey Allah, mening jinimni sen yaratding, uni sen vafot topqizsan. Uning o'limi va hayoti sening ilkingda. Agar uni tirik qo'ysang, o'z panohingda saqla. Vafot topqizsang, uni mag'firat qil. Ey Allah, men sendan salomatlik tilayman degan duoni o'qigan dedi. Yendiki bir odam uningdan: Sen buni Ömerdan anglaganmi deb so'ragan edi.
Abdullah ibn Ömer, Ömer'den yaxşı kişiden, yani Resulullah'tan anlagan dedi. İmam Müslim'nin 2515 numaralı hadisinde Enes radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam yotqanğa kirgende jimi emdi sana bizge taam bergen, usuluk bergen, ihtiyacımızını qamdıgan ve bizni orunlaştırgan Allah'a xasdır. Qançılgan kişiler ihtiyacını qamdaydigan ve orunlaştırgan kişisi yok deyirvatmamdı deydi. İmam Buxariyning 5748 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom yotqonga kirganda ikki alqinini echib turib, sura Ixlos, sura Falaq va sura Nasni o'qib alqiniga o'ratdi. İkki alqinlari bilan yuzini va badanini alqin yetgan yerga silaydi. Keyin og'rib qolgan chig'ida mendan shundoq qilib qo'yishni talab qilgan. İmam Buxariyning 7394 numaralı hadisida Huzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom yotqonga kirganda: "Ey Alloh, sening isming bilan yashayman va sening isming bilan o'laman" deydi. Saharda o'rnidan turganda: "Jimi hamdu sana bizni vafot topqizgandan keyin tirildirgan Allohga xosdir. Oxiri shu Allohning dargohiga qaytamiz" deydi. İmam Buxariyning 7488 numaralı hadisida Bara ibn Azib'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey palani, uxlash uchun yotganingda, ey Alloh, umid qilgan va sendan qo'rqqan holda o'zimni sana topshirdim. Sana yuzlandim, ishlarimni sana havol qildim va sana tayandim. Sendan boshqa panogohim yo'q, qutuldirg'uchim yo'q. Men sen nozil qilgan kitobga, sen avatgan payg'ambarga iymon etdim" desang, ondan shu kechasi o'lib ketsang, iymon bilan ketasan. O'lmay qolsang, ajr olasan. İmam Buxariyning 6311 numaralı hadisida Bara ibn Azib radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga uxlash uchun yatmoqchi bo'lganingda namozga tahorat olgandek tahorat olgin. Ondan o'ng tarafingni besib yotqin va ey Alloh, umid qilgan va sendan qo'rqqan holda o'zimni sana topshirdim. Sana yuzlandim, ishlarimni sana havol qildim va sana tayandim. Sendan boshqa panohgohim yo'q, qutuldirg'uchim yo'q. Men sen nozil qilgan kitobga, sen avatgan payg'ambarga iymon etdim degan. Shuning bilan sen shu kechasi o'lib ketsang, iymon bilan ketasan. Bu so'zlar sening shu kundagi eng oxirgi so'zing bo'lsin dedi. Men, ya'ni ravi, bu duoni Bara ibn Azib radhiyallohu anhumaning oldida qaytlab, sen avatgan elchi Rasulga deb o'qigan edim. U, yo'q, sen avatgan payg'ambar Nabiga deb o'qi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlamoqchi bo'lganda qo'lini beshining ostiga qo'yatdi va ey Alloh, bandalaringni ashr qildigan, ya'ni qiyomat kuni meni azobingdan saqlagin deydi. Tirmizining sahih rivoyatida Farva ibn Nawfal radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning qashiga kelib, ey Rasululloh, men uxlash vaqtida o'qiydigan bir duo o'gitib qo'ygan degan edim. Payg'ambar alayhissalom sura Kafirunni o'qi, chunki u shirkdan ado judo bo'lishdir dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Irbaz ibn Sariya radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom uxlashdan ilgari musabbihat, sabbaha va subhana bilan boshlangan suralarni o'qiydi va bularning ichida 1000 oyatdan afzal bo'lgan bir oyat bor deydi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom sura Zumar va sura Bani Isroilni o'qimasdan uxlamaydi. İmam Buxariyning 7393 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Biringlar uxlash uchun ko'ripsik kelganda, uni kiyimining bir tarafi bilan 3 qatim supurvasun va ey Rabbim, yenimni sening ismingni zikr qilib turib qo'ydim. Sening ismingni zikr qilib turib ko'tiraman, ya'ni o'rnimdan turaman. Ey Rabbim, meni mushu uyqumda vafot topqizsang, meni mag'firat qil.
Hayat qaldırsang, meni salih bandalaringni qo'g'digandek qo'g'digan desin. Yana bir rivoyatda ondan o'ng tarafini besib yotsin deyilgan. İmam Müslimning 2713 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom uxlamoqchi bo'lganda o'ng tarafimizni besib yetishqa va ey Allohim, ey osmonlarning, zaminning va buyuk erishning parvardigori, ey bizning va barliq shaylarning parvardigori, don va oziqlarni bixlandiruvchi, Tavrat, İncil va Furqonlarni nozil qilguvchi Alloh. Sana sığınıp barlıq nərslərinin şərrindən panah diləymən. Ularının kökölüsü senin qulundadır. Ey Allah, sen əvvəlsən. Səndən ilgiri biri yox. Sen axırsən, səndən keyin biri yox. Sen aşkarısan, yani mevcutluğun delil paketləri bilən aql ilgililərə aşkarıdır. Senindək aşkarı biri yox. Sen məxfisən, yani seni köz bilən körgülü olmaydı. Senin zatının mahiyetini tunuşqa aqıllar yetəlməydi. Senindək məxfi biri yox. Bizni qarzdan xalas qılğan, namrazlıqdan qutqazğan, deb dua qilishga buyurdi. İmam Buxariyning 1154 numaralı hadisida Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kechisi uyg'onib ketgan kishi hech sheriki yo'q yegani Allohdan boshqa hech bir iloh barhaq yo'qdir. Podshohlik va jami hamdu sana uningga xosdir. U har narsaga qodirdir. Jami hamdu sana Allohga xosdir. Alloh pokdir. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh buyukdir. Allohning yordamisiz hech kuch-qudrat yo'qdir desa. Ondan ey Alloh, meni mag'firat qilgin desa yoki duo qilsa, duosi ijobat bo'ladi. Agar tahorat ilib namoz o'qisa, namozi qabul bo'ladi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Azhar Anmari radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oqshom uxlash oldida: "Ey Alloh, yenimni sening isming bilan qo'yaman. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Shaytonimni qo'g'lavatgin. Ustimdagi haq huquqlarni xalos qilgin. Meni ustungi olamning jamoati, ya'ni farishtalar ishida qilgin" deydi. Tirmizining Hasan rivoyatida Amr ibn Shuayb otasi orqali bo'lsidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarning biringlar uyqusidan cho'chib uyg'onib ketganda Allohning mukammal kalimalariga sig'inib, uning g'azbidan, jazosidan, bandalarining yomonligidan, shaytonlarning vasvasalaridan va ularning mening amallarimga sherik bo'lishidan panoh tilayman desa, shaytonlarning vasvasalari uning hargiz ziyon solmaydi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma ballar ichidan balog'at ketganlarga bu duoni o'rgatdi. Yoki buni bir parcha qog'ozga yozib, balog'at ketmagan ballarning bo'yniga esib qo'yatdi. Alloh hammamizninki duolarini ijobat qilsin, hammaning foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jamil Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 9-tomi. Hozir o'qiydiganimiz uyga va masjidga kirgan chiqqanda o'qiydigan duolarga aloqador sahih hadislar. Tirmizining sahih rivoyatida Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uydan chiqqanda Allohning ismi bilan va Allohga tavakkul qilgan holda chiqaman. Ey Alloh, sana sığınıp baxtın bo'lib ketishdan, to'g'ri yo'ldan ezib ketishdan, zulm qilishdan, zulmga uchrashdan, nadonlik qilishdan va nadonlar qatorida ko'rilishdan panoh tilaymiz deydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kishi uydan chiqqanda Allohning ismi bilan va Allohga tavakkul qilgan holda chiqaman. Allohning yordamisiz hech kuch qudrat yo'qdir desa, shu chog'da uningga to'g'ri yo'lga yetaklanding, kifoya qilinding, ya'ni hojatlaring ravo bo'ldi,
düşmanlarının yamanlıklardan saqlandığın deb nido qilinadi va shaytonlar uningdan yiroqlashtiriladi. İbn Majah'ның sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Masjidga kirganda Allohning rasuliga salom yo'llanglar, ya'ni Allohumma salli alani o'qinglar va ey Alloh, menga rahmatingning darvozasini ochib etgin denglar. Masjiddan chiqsa, yana Allohning rasuliga salom yo'llanglar va ey Alloh, meni qo'g'landi shaytondan saqlagin denglar. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidga kirsa, ulug' Allohga, uning karamlik jamoliga, qadimiy podshohligiga sig'inib, qo'lani shaytondan panoh tilayman deydi. Uqba, ya'ni ravi Hayvedin, ya'ni Ravidin, "Sana bu hadisning mushunchalik qismi yetdimi?" deb so'ragan edi. Hayva, "Ha" dedi. Uqba so'zini davom qilib, masjidga kirgan kishi bu duoni o'qisa shayton, bu banda bugun kech kirgichi mendan qudiladi deydi dedi. İmam Müslimning 713 numaralı hadisida Abu Umayd yoki Abu Usayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Masjidga kirganda, ey Alloh, menga rahmatingning darvozalarini ochib etgin denglar. Masjiddan chiqqanda bo'lsa, ey Alloh, fazl marhamatingni tilayman denglar. Abu Davudning sahih rivoyatida mundaq deyilgan: Masjidga kirganda Allohning payg'ambariga salom yo'llanglar. Ondan ey Alloh, menga rahmatingning darvozalarini ochib etgin denglar. Masjiddan chiqqanda bo'lsa, ey Alloh, fazl marhamatingni tilayman denglar. Tirmiziyning sahih rivoyatida Fatima radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidga kirganda oldi bilan o'ziga rahmat va salom yo'llaydi. Ondan Parvardigorim, gunohlarimni mag'firat qilgan, menga rahmatingning darvozasini ochib etgin deydi. Masjiddan chiqqandimi oldi bilan o'ziga rahmat va salom yo'llaydi. Ondan Parvardigorim, gunohlarimni mag'firat qilgan, menga fazlingning darvozasini ochib etgin deydi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki biror so'ringa qatnashib, u yerda behuda so'zlarni jiqroq qilib solgan bo'lsa, shu so'rindan ayrilishdan burun, ey Alloh, men seni pok deb e'tiqod qilaman va senga hamd aytaman. Sendan boshqa hech ilohning yo'qligiga guvohlik beraman, sendan mag'firat tilayman va senga tavba qilaman desa, uning shu so'rinda o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Bir qancha kalima bor bo'lib, har qanday odam biror so'rindan ayrilish oldida u kalimalarni 3 qatim aytsa, gunohlari mag'firat bo'ladi. Agar u kalimalarni har qanday bir yaxshi so'rinda yoki zikr so'rinlarda aytsa, uningga, ya'ni yaxshilik daftarga xuddi qog'ozga muhr bosilgandek muhr bosiladi. U kalimalar: Ey Alloh, seni barliq nuqsonlardan pok deb bilaman. Sana hamd aytaman. Sendan boshqa hech iloh yo'qdir. Sendan mag'firat tilayman va sana tavba qilaman deganlardan iboratdir. Abu Davudning sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning biror so'rinda o'ltirsa, 100 qatim: "Ey Parvardigorim, menga mag'firat qilgin, tavbamni qabul qilgin, sen tavbani bakmi qabul qilsan, nihoyat mehribonsan" deydi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qandoqliki bir so'rindan ayrilmoqchi bo'lsa, sahobalarga mundaq duo qilmay turib ayrilmaydi: Ey Alloh, bizni sana osiylik qilishdan to'sib qolgan qo'rqinch ato qilgin. Jannatingga yetkazgan toat ibodat nasib qilgin. Dunyodagi musibatlarimizni yengillatadigan ishonch iymon ato qilgin. Biz hayot qolgan muddatgacha quloqlarimizdan, ko'zlarimizdan, kuch-quvvatlarimizdan bizni bahramon qilgin va bularni biz o'lgunga qadar bizdan ayirib etmagin. Bizga zulm qilganlardan intiqomimizni olishni muyassar qilgin. Dushmanlarimizga qarshi bizga yordam bergin. Musibatlarimizni dinimizda qilmag'in. Mal dunyoga erishishni eng chong g'amimiz va ilm o'rganishdagi g'oyamiz qilib qo'ymag'in. Bizga rahim qilmaydigan zolimlarni musallat qilmag'in.
İmam Buxariyning 1797 numaralı hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birer gazatdan yoki el sefirdan va yoki ömür sefirdan qaytib kelsa, yo'l bo'yi chiqqan har bir to'pilikda 3 qatim takbir aytadi. Ondan shirik yo'q degan Allohdan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Butkul podshohlik va hamdu sana uningga xosdir. U har narsaga qodirdir. Biz Parvardigorimiz Allohga qaytquchi, tavba qilguchi, ibodat qilguchi, sajda qilguchi va hamd aytquchilarmiz. Allah va'dasini amalga oshirdi, bandasiga yordam berdi, Ahzobni, ya'ni ittifoqlash qo'shinini o'zi yolg'iz mag'lub qildi, deydi. İmam Müslimning 1342 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safarga otlanib tugisiga minganda 3 qatim takbir aytadi. Ondan bizga buni bo'ysunib bergan zot paktor. Biz onunğa minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytqushlarmiz degan oyatlarni o'qiydi va ey Alloh, biz bu safarimizda sendan yaxshilik va taqvodorlikni, sen rozi bo'lgan amalni tilaymiz. Ey Alloh, bu safarimizni oson qilib bergin, yiroqlikni qisqartib bergin. Ey Alloh, safarda sen hamrohimizsan, bola chaqalarimizni muhofazat qiluvchisan. Ey Alloh, sana sığınıp səfərinin cəfa müşəqqətlərdən, düşkünlükdən, pul və mal, xotun balalarının yaman aqibət keçilişindən panah diləymən deyə dua qılatdı. Səfərdən qayıtıb gəlgəndimi, yuqurdakı duanı qılatdı və axırda Allahqa qayıtqan, günahlarımızdan tövbə qılğan, Pərverdigarımıza ibadət qılğan və onu mədhiyiləyən halda qayıtıb gəldik degan duanı qoşub oquydu. İmam Malikning rivoyatida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferge atlanıp putunu özengiga qo'yganda, ey Allah, seferde sen emrahimizsen, bola chaqalarimizni muhofazat qilg'uchisan. Ey Allah, yo'limizni qisqartib, safarimizni osonlashtirib bergan. Ey Allah, sana sig'inib safarning jafo mushaqqatlaridan, tushkunlikdan, pul mol va xotin bolalarning yomon oqibatga qilishidan panoh tilayman deb duo qiladi. İmam Müslimning 2718 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer üstüde bulup, tang saharda o'rnidan turganda, bu yerga hozir bo'lganlar bizning Allohga hamd aytganligimizni angladi va Allohning bizni yaxshi sinoqlar bilan sinaganligini ko'rdi. Ey Parvardigorimiz, bizni himoya qilgin, fazl marhamatingni ato qilgin, biz sana sig'inib, do'zaxdan panoh tilaymiz, deydi. Tirmizining Hasan va Sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, men safarga chiqmoqchi bo'lyapman, menga duo qilib qo'ysang" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh senga taqvodorlikni yor qilsin dedi. U yana duo qilsang degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh gunohlarini mag'firat qilsin dedi. U ota-onam sana pido bo'lsin, yana duo qilsang degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mayli qayerda bo'lmagan, Alloh sana yaxshilikni muyassar qilsin dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma safar qilmoqchi bo'lgan har qanday odamga mundaq deydi. Menga yaqin kelgin, men sening bilan xuddi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz bilan xo'shlashganda xo'shlashib olay. U safarga mingan kishi bilan xo'shlashganda diningni, mol-mulkingni va amalingning xotimasini Allohga topshirdim, deydi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biri bilan xo'shlashsa, uning qo'lini ching tutadi. U qo'lini tortmoqcha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lini tortmaydi. Tirmizining sahih rivoyatida Xavla binti Hakim Sulaymiyadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki biror joyga tushkun qilgandan keyin Allohning mukammal kalimalariga sig'inib, u yaratgan barliq narsalarning yomonligidan panoh tilayman desa, u shu yerdan ketib bo'lguncha hech narsa uning ziyon zahmat yetkazolmaydi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Sarjis radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga chiqsa, ey Alloh, sen safarda hamrohimizsan, bola chaqalarimizni muhofazat qilg'uchisan. Ey Alloh, safarda bizga hamroh bo'lgin, bola chaqalarimizni o'zing himoya qilgin. Ey Alloh,
Sana sığınıp səfərinin cəfa məşəqqətlərindən, düşkünlükdən, nemətlərimizin köpəygəndən keyin kemişik yüzlənişidən, zulmğa uçurğuçunun bədduasıdan, pul mal və xotin balalarının yaman aqibətə qilishidan panoh tilayman deb duo qılatdı. İmam Ahmad və bəzilərinin raviləri işençlik hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Xandaq urushi bo'lgan kuni: "Ey Rasululloh, urush vahimasidan janalqim yetib qoldi. Biz qilishga tegishli biror duo bormi?" deb so'ragan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Albatta bor. Ey Alloh, avratlarimizni yopqin, bizning qo'rqinchlarimizdan amin qilgin deb duo qilinglar" dedi. Shuning bilan Alloh taolo dushmanlarga qarshi bo'ron chiqardi va ularni shu bo'ron bilan mag'lub qildi. Allah hammalarning duosini ijobat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.